eng asosiy shu hayotining ikkinchi haftaligicha bo'lganda buzoqlarni nobud qiluvchi kasallik ichib ketish kasalligi, diareyada nobud bo'lishadi. Bu degani bitta buzovni yolg'iz qilib turib boshqa molga, sog'di molga qo'shsa ham qandaydir kasalliklar bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi, chunki devorlarni yalash mana. Devorlarni yalagan ko'rsak bo'ladi. Buzog'im ichib ketib qoldi desa, sirazi borib antibiotikdan urishadi. Yo'q, buzoqlarda u paytda antibiotik kerak emas. Zotdor deb olgan chiroyli buzoqchangiz hashaki, jaydari buzoqchadan farqi bo'lmaydigan holatga tushib qoladi. Eng to'g'ri oziqlantirish buzoqlar ertalab 2 litr, kechqurun 2 litr, kuniga 4 litr miqdorda sut ichsa, bu videodan keyin qo'rqmasdan buzoq olishsa bo'laveradimi? Ko'pchilik chorvador akalarimiz arzon deb turib mana shunaqa katta fermalarga kelishadi va buzoqlari yoqib qolishadi. O'shani hisobiga masalan 8 million, 10 million so'mga mana shunaqa buzoqlarni olishadi. O'ylashadiki, bu buzoqni yaxshilab oziqlantirsam, yaxshi sutini beradigan bo'lsam, buzoqlarim yaxshi katta bo'ladi. Undan keyin yaxshi pulga sotaman, daromad qilaman deyshadi. Aslida ham shunday emas. Assalomu alaykum chorvador akalarimiz. Bugun biz Samarqand Pasturg'onga yetib kelganmiz. Bu yerda katta fermalarga va ko'zimiz tushib qoldiki, bu yerda xuddi mana shunday buzoqlarni ichib ketyapti. Ya'ni hozir kadrda ko'rishlaring mumkin, ichib ketyapti. Buzoqlarni mana shunday agar qaramay qolinsa, oxiri o'limga ham olib keladi. Yangi buzoq olgan akalarimizda ham xuddi shunday muammolar bo'ladi. Hozir biz Abduvohab akam bilan xudo xolasa sizlarga bu yerdagi buzoqlarga qanday bu kasalliklarni oldini olish va buzoqlarni yaxshi o'stirish borasida chiroyli video qilamiz. Abduvohab aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Kadrga so'rashib qo'yapmiz. O'zi 2 kundan beri birgamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi beradigan ma'lumotimiz mana shunaqa fermalardan yosh buzoqchalarni yaxshi niyatda olib, kelajakda uni yaxshi yo buqa boqaman yoki bir sigir qilaman deydigan akalarimizda uchrovchi muammolar, xatoliklar va ularni qanday qilib oson to'g'ri oziqlantirish haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu videodan keyin qo'rqmasdan buzoq olishsa bo'laveradimi? Bemalol olib, biz aytilganda shu videoda hozir ko'rsatib o'tamiz. Video jarayonida oxirigacha kuzatib borsangiz ko'rsatib o'tamiz. Sizga ko'rsatayotgan preparatlar, o'sha vitaminlarimiz hammasi sinovdan o'tgan, hozirgi kunda ishlatilayotgan ishonchli qo'shimchalardan bo'lganligi uchun bemalol olib siz ham mana shunaqa buzoqcha olib kelib boqadigan bo'lsangiz, buzog'ingizni shu kabi mana shu fermadagi yoki boshqa xo'jaliklarda buzoqlarda ichib ketish yoki modda almashinuv buzilish natijasida zotdor deb olgan chiroyli buzoqchangiz hashaki, jaydari buzoqchadan farqi bo'lmaydigan holatga tushib qoladi. Shu kabi muammolarda sizni xo'jaligingizga uchramaydi. Albatta videomiz foydali bo'ladi. O'shaning uchun like bosib, bizning kanalga obuna bo'ling, chunki bunaqangi foydali videolarni deyarli har kuni chiqaryapmiz desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Abduvohab aka, shunday buzoqlar hozir bu fermada aytishdi $1000 deyishdi. Bularda endi zotiga qarab kamida 8 million so'mdan boshlab bu yoqqa ketadi. O'sha $1000 undan ham yuqorisiga qarab buzoqlarning zotiga yoki tuzilishiga qarab, sifatiga qarab ham baholanadi. 8 million so'm ham, lekin eng pasti 8 million deganimiz bilan hozirgi kunda bu pulni topishni o'zi oson emas. Albatta. Bu pulni mana shunaqa qilib turib buzoqchalarga tikkandan keyin yaxshi samara olaman degandan keyin noto'g'ri oziqlantirish natijasida o'ldirib qo'yish ham hech gap emas. Bir deganda bo'ladi hammasi. Shu gapingizga isbot, uzr gapingizni bo'ldim. Meni qarindoshim, o'zimda jiyanim, ammamda o'g'li adashmasam 7,5 yo 8 million atrofida ikkita simmental buzoq olib kelgan, bittasi o'lib qolgan. Adashmasam u ham ichib ketishdan bo'lgan. Xuddi shu joyiga juda ko'pchilik insonlar e'tibor berishmaydi. Buzoqlar tug'ilganda hayotining ikkinchi haftaligigacha bo'lgan muddatda ichib ketish, o'sha diareya yoki o'sha ozuqadan zaharlanish, ichki o'sha kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklariga juda ko'p uchrashadi va o'sha muddat ichida 2 haftagacha bo'lgan muddat ichidagi buzoqchalar saqlab qolish imkoniyati juda kamligi uchun ko'p o'lib qolishadi. Shuning uchun buzoqlarni hayoti davomida berib boriladigan vitaminlari, qo'shimchalar haqida hozir suhbat jarayonida qanday tayyorlanadi, qanaqa qo'shiladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Albatta. O'zi buzoqlarni necha tug'ilishi bilan masalan bir xilgi fermalarda tug'ilishi bilan bu meni buzog'im deb turib olib ketib qolishadi. U qanchalik to'g'ri? Endi onasini emdirmay, uyda boqaman o'zim sut berib deb. Sigir tug'di, bolasini ko'rmaydi. O'sha yo'ldosh ajraguncha, onasi yo'ldosh ajrab, o'sha sog'lomligiga, yelinida mastit kasalligi yo'qligiga aniqlik kiritilguncha bir kun nari bersa nazoratda turadi.
keyin to'g'ri sog'ish xonasiga ketadi. Sog'in sigirlar nimasi. Buzoqlar esa umumiy oziqlantirish kolonnasiga ko'chiriladi. Ona bola ko'p joylarda bir-birini ko'rmaydi. U xo'jaliklarda, uylarda masalan sigirim tug'di, bolasi yaxshi rivojlanguncha 40 kun yechig'i yuradi yokida sutga to'yguncha men suti kerak emas, buzog'im emadi deb u xo'jaliklardagi vaziyat. Lekin fermalarda buzoq tug'ilishi bilan ona bolasini ko'rmaydi, bola onasini ko'rmaydi. Bu degani bir kunligida ham sotib olish yoki 5 kunligida ham sotib olish bu yolg'on gap emas. Bu xaridorni kelishiga yoki sotuvchini sotish nimasiga, jarayoniga bog'liq. Zo'r, ajoyib. Xo'p, bularda o'zi asosiy o'lim kasalliklari Abduvohab aka haligindan kelib chiqadi deyapsiz, ichki ketishdan. Diareya. Eng asosiy shu hayotining 2-haftaligicha bo'lganda buzoqlarni nobud qiluvchi kasallik ichki ketish kasalligi, diareyada nobud bo'lishadi. Bularga ukol qilsa bo'ladimi ichki ketishga qarshi? Ichki ketgan paytda ko'pchilik xato qilishadigan joyi, masalan, buzog'iga o'zi ukol qilishni biladiganlar bor. Yoki bu gapimiz ma'lumot o'rnida noto'g'ri ketmasin. Buzoq bilan shug'ullanmagan veterinarlar orasida uchraydi. Buzog'im ichki ketib qoldi desa, sirazi borib antibiotikdan urishadi. Yo'q, buzoqlarda u paytda antibiotik kerak emas. Kerak qachonki axlatida uje qon, yiring aralashib turib og'ir formaga o'tsa, antibiotikdan kombinatsiya qilib probiotikdan foydalanish kerak. Lekin shu ichki ketish jarayonida agar ichki ketish jarayoni bo'lsa yoki oldini olish uchun faqat probiotikdan foydalanish kerak. Probiotik o'sha oshqozonga tushganda sut hazm qiluvchi bakteriyalar sonini ko'paytirib, o'sha ichki ketar kasalligidan yaxshi himoyalab beradi. Yana bitta savol. Xuddi mana shunday buzoqlarda, masalan, enasini yaxshilab emgan buzoq baribir boshqacha bo'ladi. Sizlarga suyaklari boshqacha bo'ladi, suyaklari o'sadi, ertaga go'sht ham 1 tonnalik, masalan 1 tonna 800 kilogrammlik bo'lishiga oson bo'ladi. Xuddi o'shani o'rniga, sutni o'rniga nimadir bersa yoki bo'ladi. Hozirgi kunda nafaqat insonlarda meditsinasi rivojlanmasdan, veterinariyada ham veterinariya meditsinasi keskin darajada rivojlanish juda zo'r. Buning uchun hozir savolingizga men javob beraman. O'zini onasini emgan buzoq, onasining sutini tarkibida makro mikro elementlar, o'sha oqsillar to'yingan holatda emganligi uchun o'zgarishida sog'lig'ida hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin onasidan ajratilgandan keyin boshqa sigirni sutini, begona sigirni sutini ichish natijasida unga kerakli vitamin, minerallar pastroq bo'lishi mumkin yoki oshqozonda hazmlanish jarayonida u vitaminlar to'liq nima deydi, ajralmaydi desak ham bo'ladi. Bu degani bitta buzoqni yolg'iz qilib turib boshqa molga, sog'di molga qo'shsa ham qandaydir kasalliklar bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Chunki organizm o'zini onasida organizmda rivojlangan buzoq bilan boshqa o'sha organizm ishlab chiqarayotgan sut ichish jarayonida ikkita begona buzoq, begona sigirni suti uchrashgan paytda 90-99% holatda desak ham bo'ladi. Mana shu ichki ketish, diareya holatlari tez kuzatiladi. Yo'q. Mana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun hozirgi kunda shu o'sish jarayonida ham o'sha moddalar almashinuvi, makro mikro elementlar yetishmovchiligini oldini olish, o'sha hazmlanish jarayoni bo'yicha hozirgi kunda probiotik hamda vitamin minerallar kompleksi buzoqlarga hadeb, masalan, bo'rdoqiga olib kelingan buqa bo'lsa yoki o'sish jarayonidagi paltarashkalar bo'lsa yoki buzoq hali ular patsos deyiladi, xabaringiz bo'lsa. Ha, patsos. O'sishni buzoqlikdan o'tgan davrda ulardan bemalol vitamin komplekslardan inyeksiya qilib foydalansangiz bo'ladi. Lekin bularga hozir juda muskul massasi yuqaroq, o'sha muskul hajmi inyeksiya qilish jarayonida harakat paylarini yallig'lab qo'yish ham hech gap emas. Shuning uchun ortiqcha mehnat sarf qilmaydigan, ortiqcha ovoragarchilik talab qilmaydigan bo'lish uchun ichadigan sutiga yoki suviga bir kunda masalan bir mahal yoki holatga qarab 2 mahalgacha o'sha ozuqasiga qo'shimchalarni qo'shib bersangiz, buzog'ingizda o'zini onasini emgan buzoqdagidaqa o'zgarishni o'z ko'zingiz bilan ko'rib borasiz. Bo'ldi, nima bersak bo'ladi endi? Buni o'sha men bu yerdan beri qo'shimcha deyapmiz, o'sha odamlarni ham ichi toshdi, ko'rsatsang ketgandir. Hozir buni gapni cho'zmanglar, tezroq ko'rsatinglar deyotganlar bo'lishi maqsad mumkin. ko'tinglar deyotgan bo'lishi mumkin. Maqsadga o'tamiz hozir. Ya'ni nima berish borasida bitta narsa ko'rsatamiz sizlarga. Mana biz hozir tayyorlab qo'ydik, hozir yana tayyorlab sizlarga ozgina kamayib qoldi, ko'rsatamiz. Hozir buni buzoqlarga berib nima qildik? Mana
o'sha buzoqlarda o'sish jarayonida vitamin, minerallar almashinuvi yoki tanqisligida natijasida kelib chiqadigan gipokalsemiya, shu kelib chiqadigan gipokalsemiya yoki moddalar almashinuvi buzilishi, o'sishdan, короче, buzilish, nima deydi, o'sish jarayonini ritmini buzilishi, yaxshi o'zgarmay qolishini oldini olish uchun Enervit vitamin qo'shimchasidan kichkina, agar xo'jaligingizda kattaroq, ko'proq buzoq bo'ladigan bo'lsa, mana 1 kilolik paketdagisi bor, yoki ana shunaqa 2 ta, 3 ta boqadigan bo'lsangiz, mana 100 grammlik paketchadagisi ham bor. O'sha vitamin kompleks mana o'zi qo'shib ko'rsatsak ham. Buni qo'shilish nimasi? Hop, tushuntirib o'taman. Mana bu idishda, buzoqlarni oziqlantirishda mana shu joyda qarang. Ko'pchilik chorvadorlar telefon qilib so'rashadi. Doktor, men fermadan buzoq olib keldim, so'rash esimdan chiqibdi. Bularga bir kunda necha litr sut beraman deydi. Eng to'g'ri oziqlantirish, buzoqlar ertalab 2 litr, kechqurun 2 litr, kuniga 4 litr miqdorda sut ichsa, juda qorni kattarib mechga ham bo'lib qolmaydi yoki o'smasdan qotib ham qolmaydi. 4 litr mana shunaqa buzoqlarga kunda normasi. Mana shu idishimiz ham 2 litr hajmda spesial, mana shu buzoqlar bir ichganda 2 litr sut ichish uchun mana 2 litrga mo'ljallangan. Mana shunaqa 2 litrlik idishda 1 litr sutga 1 gram hajmida yoki suviga 1 litriga 1 gram hisobda qo'shiladi. Bu idishga shu, agar uyingizda tarozingiz bo'lsa yoki tarozi bo'lmasa ham kichkina choy qoshiq bo'ladi-ku. Baklashgan qopqog'i. Baklashgan qopqog'ining oson yo'li. Bunday ozgina olsangiz, mana shu yoqqa 2 litrli idishga 2 gram hisobida qo'shib buzoqlarga ichqiziladi. Bu Enervitning vazifasi buzoqlar o'sish jarayonida kerak bo'ladigan vitamin almashinuv, moddalar almashinuvini yaxshilab beradi. Shu Enervitni suviga qo'shib, o'sha 1 litrga 1 gram hisobda qo'shib beriladi. Bu o'sha moddalar almashinuviga yordam bersa, ichib ketar shu diareya kasalliklarini oldini olish yoki o'sha jarayon boshlansa uni davolash uchun ishonchli bo'lgan Probion Forte degan, uni avval sal esimizdan chiqibdi, hozir chiqqanimizda ekranlarda rasmi chiqadi, bemalol skrinshot qilib vet dorixonalardan so'rasangiz bo'ladi. Probion Forte'dan ham bir kunda bir mahal, ertalab misol Enervitdan qo'shib bersangiz, kechqurungi oziqlantirishiga Probion Forte'dan buni ham 1 litr sutiga 1 gram hisobda mana shu tartibda buzoqlarga ichqizsangiz, agar xo'jaligingizda boqqan buzoqlarning sog'lig'ini ishonchli darajada ta'minlab qo'ygan bo'lasiz. Abduvohab aka, gapingizga men mana shu Enervit bilan o'sha Milaktoni olib ketdim, bu yerda kelganimda o'zimda bo'layotgan narsani aytib beraman sizlarga. Qo'shnimizni bilan o'rtada devor bor. Devorni mol yalab salkam qulatib yuboray deganda, mol keyin buni berishni boshladim, yoniga tuz qo'yib qo'ydim, buni berishni boshladim. O'sha devorim qulagani yo'q, devorim turibdi hali ham. O'yladimki qulab ketadi deb. Mana shu jarayonga ham ko'pchilik unaqa ko'p e'tibor bermaydi. Mana buzoq bo'ladimi, qo'ylar yoki xullas chorva hayvonlari devorlarni yalash, mana. Devorlarni yalagan ko'rsak bo'ladi. Oxirlarda yalaydi yoki press tipi yo bir qop tushib qolsa, salafon tushib qolsa, yugurib kelib shuni yeyishga harakat qiladi. Chaynalib turaveradi-ku. Chaynalib turaveradi, yutib olsa, o'sha oshqozonga borib, o'sha sog'lig'ini zararlashga keyingi bosqichga o'tib ketadi. Albatta. Bu jarayon lizuxa degan kasallik. Lizuxa ya'ni organizmga yot bo'lgan moddalarni g'ajish, yalash yoki yutish. Ana o'sha kasallikda kelib chiqishi o'zi shakllanishi organizmda multivit mineral ham amino kislotalar, moddalar almashinuvi buzilishi natijasida lizuxa kasalligi shakllanadi. Ana o'sha kasallik, mana shu holat xo'jaligingizda bo'lsa yoki ana shu holat bo'lmasligi uchun hozir siz aytdingiz, berishni boshlagandan keyin to'xtadi deb. O'sha mikro makro elementlar balansini to'g'rilab berishning hisobiga lizuxa degan kasallik hayvon organizmini tark etadi. Chunki siz Enervitni berib, organizmda vitamin balansini ta'minlab qo'yganingizdan keyin boshqa yot jismlarga turpoq yalash, devor yalash, oxir g'ajish kabi narsalarga buzoqda ehtiyoj tuzilmaydi. Tushunarli. O'ylaymanki, to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Agar qandaydir nimadir qolib ketgan bo'lsa, xudo xolasa keyingi kommentariyada yozsa ham javob qaytaramiz. Xudo xolasa. Biz o'ylaymizki, mana shu buzoqlarni oziqlantirish bo'yicha hali mavzu chiqarmagandik. Berilgan ma'lumotdan eng asosiy joylarini o'zingiz uchun namuna qilib deysizmi yoki kerakli joylarni olib,
mana shunaqa buzoq boqadigan tanishlaringiz bo'lsa jo'nating yoki o'zingiz boqsangiz mana shu qo'shimchalarni bemalol dorixonalardan topsangiz bo'ladi. Buni berish tartibi o'ylashingiz mumkin, buni katta bo'lguncha beraman. Yo'q, hayotini asosiy 3 yoki 4 oyligigacha bo'lgan muddatda berib qo'ysangiz, keyingi etapga o'zi sog'lom holatda o'tib ketadi. Faqat shu o'sish yoshidagi buzoqlarga yaxshi samara bergani uchun biz buni o'sha buzoq boqadigan, xo'jaligida buzoq olib kelib boqadigan insonlar uchun ham foydali yoki mana shunaqa buzog'i bor fermer xo'jaliklari uchun ham juda foydali preparat. Vitamin qo'shimchasi. O'ylaymanki, videomiz foydali bo'ldi. Abduhab aka, sizga ham rahmat. Charchamang. Ma'lumotimiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Bu olib borayotgan hamma ishlarimiz chiqayotgan so'ng bekarchilikdan emas, xalqda chorvaga bo'lgan qiziqishini yanada ham oshirish, chorva mana shunaqa turib holatlar uchrab chorva boqishdan ko'ngli qolgan insonlarni xatoliklari qayerdaligini aytib, tushuntirib o'tishga qaratilgan. Xudo xolasa bundan ham yaxshi foydali ma'lumotlar chiqarib borishda davom etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib, videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.